bugun nima qildik biz ummat uchun, nima qildik biz millat uchun, nima qildik xalq uchun, nima qildik vatan uchun? Savol. Bu hali ruschasiga aytganda недоволен hayotdan norozilarga savol bu. Nima qilding? Norozi bo'lishdan oldin nima qilib qo'yding? Endi mana biz mustaqil bo'lib ajrab chiqdik, endi alohida oila bo'lib chiqqandan keyin gohida mont qozon yo'q bo'lib qoladi, qoshiq yetishmaydi. Ko'chib chiqqan oilada endi biz ko'chib chiqdik-da. Ko'chib chiqib oyoqqa turib ancha turib oldik-da, endi kamchiliklar bartaraf bo'lyapti. O'sha 20 yildan beri nolayotganlar hozir ham nolayapti. Chiroq o'chadi, nolaydi. Sen o'sha nolishni o'rniga o'zing yo bolangni fizikada o'qitganingda 20 yilda dunyoda lider fizik bo'ladi. Keyin quyoshdan, ariqdagi suvlardan, shamoldan bizga to'k olib beradigan bo'lamiding? O'tirib yomonlab vasir qilib nima bilan erishamiz? Shu vatan bizni vatan. Shu vatan bizni vatan. Bu vatanning rivojlanishini va to'rtta odamga kerak yo to'rtta odamga bog'liq, hammaga bog'liq.